Biz islomiyatdan qancha uzoqlashsak, shuncha razolatga botib ketaveramiz. O din bitta odamning mavzusi emas bu. Ayrimlar xuddi o'zinikidek birov gapirsa achchig'i keladi. Achchig'i kelmasin. Qo'lidan kelsa u ham gapirsin. Men Toshkentga ketyapsam, qarasam, 3 ta 4 ta joylarda tika turib odamlar tahorat chiqaryapti, biz Qur'on bolalar. Mayli kattalarda endi xudosizlik zamonida o'sgan, soyuz paytda o'sgandirmiz. Lekin ularga ham uzri yo'q o'zi aslida hozirgi paytda. Nimadan shu? Yoshligidan islomiy muhit o'rgatilmagan o'sha bolalar. Qistab ketdi, shata turib tika turib choptirib o'ravergan, shata turib ayasi ham shata tahoratini ochib, tika yo'llarda, bog'chalarda qarang, tika turib bolalar choptiradi, ishtonga kirgizib qo'yadi. Masjidlarda hamma hojatxonalarga eshigining orqasiga qarasangiz, istibroqni masalasini qo'yib qo'ygan. Yo unga qaralmaydi. Yoshligidan o'rgatishga. Bolam tika turib tahorat chiqarib bo'lmaydi. O'tirib tahorat chiqarishlik kerak. Nimaga oldingi bobolarimiz yo'llarda pichoqchalarni osib yurishgan? Birovga suqib berish uchun olib yurgan bu pichoqlarni. Ularda kuchi o'ziga yetarli bo'lgan. Bugun birov urib, og'anatib bersa, ertasi kuni siz zo'r ekansiz deb yuravergan. Ular u pichoqni yerni yumshoq qilib, kiyimiga chachramayon qilib, keyin tahorat chiqargan. Bizni yo'qacharda Zohid tog'a bo'lardi. Abdulatif akam qassob dadasi. Ustam mol bozoriga mol sotgan chiqib tahorat xistab bo'lib. Shunda Zohid tog'ani ko'rib, Zohid akam molim mushab turing, borib kelasiz, yaxshi to'xtab turing deb cho'ntagida deydi, kesa ham bor ekan, qog'oz ham bor ekan, nima ham bor ekanda deydilar. Tom mustahabdanga ishlatgan bir latta ham bor ekan. Shuncha katta narsalar turib shuni gapiram. Yo'q, qabrda ham azob katta narsalar bilan bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisolom qabrda oldin o'tib ketyapti, nima dedilar? Bu qabr egalari azoblanyapti. Katta gunoh bilan azoblanmayapti. Bittasi kiyimini najosatdan saqlamasidi, ikkinchisi odamlarni dunyoda g'iybat qilib, malomat qilib, orqasidan gapirib yurardi. To'g'rimi? Bugun 12:1gacha kart o'ynab, tennis o'ynab, boshqa qilib yurganingizda o'tirib o'rgating bola-chaqangizga islomni. Hali farzand ko'rmagan bo'lsangiz, ayolingizga o'rgating islomda muhitini. Farzand ko'rganda qanday tarbiya berish kerak ekan? Men ko'chada bo'lishim mumkin ekan. Sen o'rganding shuni deb, bering islomda muhitini. O'rgating.